Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Suqa Let's Play kanali. Kelar bugungi video rolikimizda sizlar bilan birgalikda supermarket simulyator o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Akalar, video boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyin bizning Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham qiziqarli narsalar bor. Telegram kanal silkasi video ostida. Video описаниеda. Короче. Ya, hay, nima deyapman? Короче, akalar. Nimadir demoqchi edim, bilmayman. Ha, akalar, bitta iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. 100 ta bo'ldik. Kattakon rahmat, 100 ta bo'ldik va shim yo'rt tashadik, akalar, yo'rt tashadik. Shuning uchun bu video rolikda ham like yig'ib, maza qilib ko'rib, kommentariyalarni yozib tashinglar. Biz uchun motivatsiya bo'ladi bu. Hammasi motivatsiya. Motivatsiya. Ibi vay $1 ko'p boraverman. Mayli opa, jalik emas. Qo'sh akalar, xo'sh. Bugun nimalar qilamiz desalar, akalar, bugun uxlaymiz yotib. Bizlarda bugun svit o'chdi. Juda ko'p o'chdi. Ertalab o'chganida g'oz yondi. Xo'sh, Bratan. Suring, yo'qmayapsiz. Ko'zingga qisib ko'r. Opaga qarab qo'lini siltayapti u. Mening o'ri. $3. Bu hozir ham narsamizni sotamiz, keyin yotamiz. Xo'sh, hamma narsamizni sotib bo'lgandan keyin akalar nima qilamiz? Birinchi navbatda ofisni kattalashtiramiz. Ofis kattalashadi. Ofis to'g'irlaymiz. Ha, qolmadi. Vay! Yomon bug bo'lib qoldi. Ming bor uzr akalar. Uzr. 5 minutlik ishda shuni kesib tashamaymiz. Shuncha 5 minutlik ish akalar bu. Riski ishlayveradi. Mana shu narsasini yomon ko'raman-da akalar, mana shu o'yinni. Juda katta bug ana shu. Bug'da ham bug'da bu. Xo'sh, mayli, kompyuterga kiramiz. Necha akalar? Katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'ladi. Birinchi levelga oshirdik. Stores bu joy ochilmaydi, holi bilaman. Xo'sh, arqa tarafi mana kengaydi akalar. Ana. Endi chiroyli qilib bularni qo'yib chiqamiz. Opa. Bularni chiroyli qilib keyin ko'proq yana bir narsalar zakaz qilamiz. Nima desalar, mana bunaqa mebelchalardan zakaz qilib olamiz. Giftbox aka. Giftbox deyiladi desalar to'g'ri akalar, adashma. Uzr. Ha, onagina. Hoppa. Bunisini ham hop. Xo'sh. Bir kunchalik video chiqmay qoldi akalar, ming uzr so'rayman. Ming bor, meni kechiringlar. Kechirasizlar. Akalar, kechiringlar, video chiqmay qoldi. Ming bor uzr so'rayman akalar. Buni endi sal mamnunroq devorga yopishtirib ham qo'ysa bo'ladimi? Qara deyiladi, arkasi katta ekanda akalar, juda katta. Orqasi og'ir xanadalik ekanda akalar. Nima bo'lyapti? Mana. Xo'sh. Bitta. Keyin akalar qaranglar. Kim bunaqasiga qo'yib chiqaymi deyman. Yo'q. Mana berachi. Yo'q, o'g'irlab ketsam. Hozir qaranglar, to'xtinglar, hozir bitta narsa qilamiz. Furniture 1 2 3 4 1 millionlik zakaz beramiz. 5 ta zakaz beraveramiz. Va buni kelishini kutamiz. Ungacha men sizlarga she'r aytib turaman. She'r aka, she'r. Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga, xola qilja. Xolam dedi o'tin ter.
Keyin yugurdik keyin nima edi? Keyin yugurdik o'rtog'im bilan qirgami? Etin terdik bir quchoq, sira bilmadik charchoq. Ungacha bir baloqa xolam xamir qildilar. Kulcha yopdilar, kulchadan berdilar. Shunday edi. Короче, akalar esimda qolmagan, lekin yodlagandim. Men yodlab yod tashlagandim akalar. Locket. Hozir 1000 berib buni ochaversam bo'ladi. Просто 1000 akalar kerak emas, nima qilaman? Mahsulotlar 4 tadan ketadi. O ko'proq mahsulot olmaymiz. Hozir ana 5 shavkasi ularni ham joylashtirib, keyin tovar mahsulot olib kelsak, $700 ga mahsulot olib kelamiz, 1000 qolar. Kallani ishlatib akalar soqa qilsak, bemalol-da. Xo'sh, boq, ana qo'yildi. Arasi ochiq qoladi. Nimaga deganlarda, ara ochiq qolgani 1000 marta yaxshi. To'xtatinglar-da shuni. Qani, nima qilsa qo'shamiz ekanmi? Yo, mana qilib qo'ymoqchiman-da akalar. Hoppa. Bu ana. Mana bu zo'r. Qolganlarini ham mana shunday qilib qo'yib qo'yamiz. Lekin men shu personajga 5 ketganman. Nimaga desalar, bitta qo'lga ko'taradi, to'g'ri mana qaranglar. Bitta qo'lga. Yengil bo'lsa kerak desalar akalar, bunaqa narsa yengil bo'lmaydi. Hech qachon. To'g'ri qo'yinglar. Bu bunisi. Vosh, poq qo'yil. Xo'sh, mana chotki bo'ldi. Bu tarafga kerak, bu tarafga keyinchalik ham qo'yaveramiz. Xo'sh, pul ortib qolsa, bizga produktlardan bir to'xtaylik. Oldin hisob kitob qilaylik-da. 4 ta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta ekan. 8 4 ga ko'paytiramiz. 16, 32 ta. 6, 40, 44 44 bo'lsa 44 bo'lsa 44 bo'lsa 48 ta. 48 ta mana bunaqa mahsulotni jo'natdim. 4 8 12 16 Xo'sh, 16 bo'lsa 20 24 28 Xo'sh, 28 bo'lsa yana qaytadi-da. 32 36 40 44 va bitta narsa 48. Bum, bularni zakaz berdik. Bu bittasi. Qaranglar bu yerda 1 2 3 4 5 ta. 5 ta 5 bu 5 ta bo'lsa 3 15 20 ta 20 talik joy. Suv, faqat suv zakaz qilamiz aka. Bum. Bol. Yana bu zakazlar kelguncha hozir birlashtirib chotki qilib chiqamiz. $700 pulim qoldi akalar, $1000 ishlatib yubordim. Adashimman akalar, $1000. Yaxshi akalar, lekin normal. Endi challenge qilamiz akalar. 5000 ga boradi, taniq endi. Siz bu safargi challenge-da bajarmadingiz desalar, akalar bajaraman. Nasib bo'lsa. Yo, bajaraman akalar, men yerga gap aytib turaman, просто endi hech kim
menga nima qo'ygani yo'q o'sha vaqtda. Nima desam, kommentariyani yozganlar, yo'q, bajaring, nima endi gapirib turmaysiz. Hech kimga qiziq bo'lmayapti hozir men challenge bajarishim, shuning uchun qilmay turibman. Qiziq bo'lganda lekin qilaveraman. Yaxshi, baribir bo'ldi. Opa. Keldi unisi, onasi neymisan? Yaxshi 3 minutda kelar ekan. Voy, akalar shuncha tovar a. Normal lekin. Soqqa bor. Nasib etsa bitta narsa qo'ydiraman, magazin kattaroq bo'lsa, u alohida joyga turadi. O'zi mana bu yerga qo'ydirishim kerak-ku o'shani. Boshidan summa zo'r tushadi, lekin akalar unga. Unga so'qqa zo'r tushadi. Depozit kiritasizlar, odamning uyini yotadi. Xo'sh. Mana tovarlarimizni to'ldirib qo'yadi-ku. O'zi to'ldirib qo'yam deyman-a. O'zi to'g'ri ko'p narsa qolib, bizda ko'p mahsulotlar yo'q, lekin mana mahsulotlarimiz o'zi yetarlicha. Bularni keyingi nimalarda o'chiramiz. Bu mahsulot sotilgandan keyin birinchi navbatda mahsulot sota olamiz yangicha va morozinlik muzlatgichdan yana bitta sota olib, unaqa muzlatgich ham sota olamiz. Morojniy qo'yadigan muzlatgich. Wow. Full deb to'lgan deb. Magazinni ko'ryapsizlar akalar. Magazinmisan magazinda? Magazin emas, qanaqa magazin? Suxa market bu. Market bu akalar, market. Yorib tashlagan market akalar. Va yana böyle akalar. Xo'sh, kofe. Yigirma 30 sekund. 20 ta suv zakaz qilganman. Shuni qilibdilarmi akalar? 20 ta suv a. Tushdi unisi. Unikda dahshat akalar. Bu yaxshi. Uni qo'yishga biza vaqtimiz yo'q akalar. Mana buni solishga. Unlar yana keldi. Nihoyat o'ttirsin. Ana suvlar 20. Voy bilan suvlarni kelish vaqti salpal kechiktirsalar zo'r bo'lasiz. 20 ta suv qo'yganni ko'rmaganman. Qotib qolsa kerak-ku. Telefon qotmaydi. Mumkin demoqchiman. Xo'sh, yaxshi. Endi keladi suvlar.
Wow. Unlarni qo'l to'yliq qo'yib chiqqanmi akalar? Bitta korobka qoldi. Mana. Oh, suv keladi. Burr, qarab turinglar. 20 korobka suv keladi. Voy bilan tushiga qaranglar buni. 15-levelda. Voy, chiqani. Yomon tushdi lekin gap yo'q. Normal suv juda ko'payib. Suv bu. Suv keladi mo'ridan, yo'yane. Suv. Hozir bizda Santa Claus tashab ketdi-da akalar. Qorbobo Santa Claus deyapman. Qorbobo tashab ketdi. Ishla dedi-da, ishla. Zakasing keldi dedi, zakasing. Qorbobo pulga olib kelmaydi-ku desalar, akalar bu qorbobo pulga olib keladi. Bizlar uchun tekin narsa yo bu shaharda boyatchalar yashaydi akalar, u tekin narsaga zo'rlab yashamaydi. Shuni tutmanglar. Shahar shunaqa, meni shahrimda bu. Men ta'minlab qo'yaman. Qaranglar, meni ham soqqam qaranglar, soqqada meniki. Xo'sh, mana bu yerda bitta qolgan va bo'ldi. Suvlarni kirgizib chiqishim kerak. Oho, akalar faqat narsa to'ldirdik-ku bu safar. Nas bagadan, nima? Zerikmazlar, qo'shiq aytib berayapman qachondan beri. Yo'q, shu. Qana deylik, to'g'ri kelgan joyga to'ldirib ketaveramiz. Xo'sh, shu joylarni kesib tashlasangiz bilmayman desalar. Akalar, masalan, men bitta narsa uylayman-da, endi qolganlarni qanday uylashi, lekin meni uylashim boshqacharoq-da. Nima desam? Hozir shu joyini kesib tashlasam, ko'p kishiga, to'g'ri, yo'q, ko'p kishi kesib tashlab bu vaqtida sekinroq qilib videoni kam minutini kamroq qilib yanada ko'proq qilsam bo'ladi. Ko'p kishiga shu joy yoqadi, ko'p kishiga yoqmaydi. Masalan, menga kesilgan joylar yoqmaydi. Chunki o'sha joylarda nima gaplar bo'lgan, qiziqda, o'sha joylarda nima gap bo'lgan. Masalan, ko'p videolarda kesib qo'yadi, lekin zo'r gapirilgan bo'ladi, lekin neto joy bo'ladi-da. Netoroq sahnami, lekin chiroyli gapirgan sahna. Shunaqa joylari bor. Shuning uchun kesib tashlashim kelmaydi. Mana qaranglar. Dildan suhbat olaman, dildan deydi. Nasib YouTube kanalimiz rivojlanib ketsa, biz ham rivojlanib ketsak, dahshat videolar ko'p ketadi. Yaxshi. Bizning auditoriyamiz hozircha yo'nalish bo'yicha zo'r ketyapti. Men bunga qo'shilaman. Klik. Korobka musor to'ldi deb olmay qo'ydi. Bu korobkani endi sotsak akalar, wow, bu korobkadan ham soqqa, lekin bu uyning narsa taraflarini ham zo'r qilsalar bo'lasiz. Masalan, korobkalar sotish bo'lsa, wow. Chunki akalar korobka, masalan, korobkasidan ham pul qiladiganlar bu magazinchilarning ko'pchisi, chunki korobkaga kelgan olib qo'yadi korobkani. Sotadi keyin kilosi 3000-4000 bo'ladi, adashmasam. Вот mana. Давайте to'ldiramiz akalar. Полный full qilib to'ldiramiz.
Fullilili qilib to'ldiramiz. Full. Xo'sh. Akalar ko'ryapsizlarmi? Aniq hisob kitob qilaman. Men kallam juda zehnli balamanda. Mukammal balamanda deb qo'yaman. Mukammal. Kimdir men so'kam, mukammal desam. Mukammal bo'laman akalar. Xo'sh. Yopilsa edi. Shopong va oxirgi yashik. Shuni bir taxlashga 10 minut vaqtim ketdi shu narsalarni, mahsulotlarni kirgizgunimcha. Xo'sh, bitta narsa kompyuterga kiramiz hozir. Endi biz bitta narsalarni ko'rib olamiz. Qaranglar. Mana $800 ekan. Fresh Tashibana ekanda. Keyin mana $1000. Slow machine August Insight. Zo'r soqqa keladi bunda. Ikkita qo'yib qo'ysa, vashsham zo'r soqqa keladi. Zo'r bu ham ana shu ikkitadan bitta bundan zakaz qilib qo'yish kerak keyinchalik. Xo'sh, ishni boshlaymiz. 16-day qilib qo'yaylik. Xo'sh. Ko'rasizlar, bunaqasiga shu arqa tarafidan bunaqasiga terib chiqaman keyin. Oo! Yurak. Akalar. Ko'zlarim chaqnab ketadi, bilet. Quyosh tushibdi akalar ko'zimga. Oppa. Oppa. Nima qilar akalar? Non qilsalar kerak-da akalar. Bo'ldi akalar aynimaymiz. Opada ish zo'r bo'libdi akalar, ishlari zo'r bo'libdi. Ko'ryapsizlarmi, ko'p bo'ladi. Faqat uni olib ketyaptilar. Shirinlikdan zo'r zakaz tushganda. Shuning uchun aytaman-da akalar. Shirinlik. Shirengina deydi. Shirengina shirinlik. Mirazli. Wow. Brat, o'ziz navbatingizni berdingiz. Yana menga nervich qilmang. Kallangizni yorib tashlayman hozir yerda. Opa, siz opa zo'rda. Opa indamay turinglar. Nomeringizni berib keting. Xo'sh. Sani kallangga tashib, ana bacha tashib ketdi-da. Javob akalar, opa farosatli akalar, opa hayotda tashib ketdi. Wow, mana akalar 1.100.000 soqqa zo'r. Soqqamiz zo'r akalar. Men, sen, kim, bu akalar shu narsa nimam bilmayapti, shuni zakaz beraveray. Ketdi 1 million. U akalar ishoninglar, 1000 ga olgan bo'lsa 1000 dan ziyod foyda qilib beradi-da. Javob garanti spor uylayman. Zo'r narsa-da. Sen baxtingga ishon, qalbingga ishon. 1 2 3 4 ta qo'yilgan. 4 ta yana bunaqasiga qo'ysak zo'r bo'ladi. 14 18 yaxshi akalar, soqqa minus 4500 keldi. Javob akalar, bu birinchi shu kunimizda 500 keldi da adashmasa. Xo'p, opajonim, yeng. $13 zach. 19. Opa, yana endi kofe olishingizdan chiqdi. Akalar, kofe zo'r narsa-da. Kechasi bilan uxlamaysizlar, kofe ichsalar. Opa kofe olib ketdi. Kechasi bilan uxlamaydilar-da. Opa, nimaga musor tashlaysiz? Siz nima musor tashlab musorxonada uylaydimi bular? Opa, birdan kiyimizni almashtirib kelyapsizmi deyman-a?
Juda ko'p qolib ketdi-da. 40 15. Xo'sh. Hozir ana o kelish kerak. 78. Bugun $789. Akalar foydani ko'r. Yopib turdim men buni, vaqt ketmasin. Foydani ko'ryapsizlarmi? Foyda emas, akalar, foydani itiyu. Anshir dars. Yo'q, qara qo'ysak, qo'yishga joy kerak. Kella. Mexanizmimiz kella. Anshir qo'yib qo'yaymi? Terosdan anshir qo'yib qo'yaymi? Upa. Akalar. Keyin mana bu yerga 4 ta mana bunaqasi teraman. Mana buni o'rtasiga morozinikka qo'ysam, vashim. Bunga hozir depozit kiritamiz. Depozit pul kiritamiz. 200 kirgizdim depozit. Set yozamiz. 2.00 $15 dan boshlanishi depozit bor. Soqqamiz bor. Witspress yecha olishu. Xo'sh akalar, bugungi video rolik shulardan iborat edi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalchalarga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan men Suha Let's Play kanali bo'ldim. Akalar, xayr, sog' salomat bo'linglar. Like bosib, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana ko'rdingizlar. Dahshat bo'ldi. Xayr.